Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana bu yerda termotraverti mahsulotini devorga yopishtirish jarayoni ketyapti. Mana ustakalar chiroyli yopishtirib berishyapti ekan. Men kafelkalarni ishqab, oldin devorga juda ham chiroyli qilib olinar ekan. Ko'chib ketmaydigan qilib. Ham davab ishtimoni kafelimiz orqasiga bunday qilib ishqab olyaptilar. Ko'rib turganingizdek. O tepalarga petlarni barchasini hammasini bittalab shurplab chiqalar ekan. Juda ham qattiq qilib. Yani davab ishni kafelkalar ushlar ekan. O'ta ham mustahkam narsa ekan. Kafelkalarimiz ham juda sifatli. Hali bu bitgan yo'q. Endi yopishtirish jarayoni ketyapti. Hali bu yerga tegalar hali qo'yilgan yo'q. Tegalar qo'yilsa o'ta ham chiroyli holatda bo'lar ekan. Boshqa bitgan joylarni ham ko'rganmiz. Hali video joylab ketaman bitgandan keyin. Cho'klarni qarang. O'ta ham sifatli. Hozir uyimizning oldi ko'rinishini olib beraman. Hormanglar yigitlar. Mana uyimizning oldi ko'rinishi. Hali tegalar yopishtirib laklar tutalar ekan orqasidan. Bitishiga oz qoldi. Xudo xolasa ertaga bitirib qolishar ustaga.